ota onangizni norozi qilganmisiz, biror ish qilmang. Biror ish qilmang. Chunki biror ishingiz yurmaydi. Biror ishingiz o'ngidan kelmaydi. Yoshlar shunga e'tibor qilmayapti-da. Ota onasini norozi qilgan yigit hech qanday ish qilmasin deydi ulamolar. Chunki biri ikki bo'lmaydi. Va ota onasini xizmatini qiladigan kishi ham hech ish qilmasin dedi. Alloh uni rizqini berib qo'yadi dedi. Qarang, hech ish qilmasa ham ota onasini xizmatini qiladigan kishini rizqini Alloh berib qo'yadi. Chunki payg'ambar alayhisalom ham hadis aytayaptilar-da. Yoshlar, mana shu narsani tushunib yetishimiz kerak. Nima ish qiladigan bo'lsangiz, ota onangizni roziligi bilan, ota onangizni duosi bilan qiling. Sizga boshqa olimni ham, avliyoni ham duosi kerak emas. Birinchi ota onani duosini oling. Undan ko'ra sizga kuchli duo yo'q.